Assalomu alaykum. Naqd va nasiya savdo akalarimizga mana 2022-yilda ishlab chiqarilgan Malibu Premierimiz keldi. Qora rangda. Kraskalari top-toza. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Mashinamizda kapot, krilo, tom, bagaj qismlari bron plyonkaga qilingan. 20 diska ballonlari. Mashinamiz ponni shumizolatsiya qilingan. Mercedes hadovoyli qilingan. Mashinamiz benzinda yuradi. Salonlar ham juda ham akkuratniy holatda, sidenlar yorilmagan, zavodskiy o'tiribdi. 29800 kilometr yurgan. Orqa sidenlar ham juda ham akkuratniy holatda. Bu 2022-yilda ishlab chiqarilgan Malibu Premierimizni Nasiya savdoga Toshkent shahar, Toshkent viloyatlari bo'yicha sotamiz. Oldindan to'lov eng kami $15000 pul olamiz. Kanalimizga podpiska bo'lmanglar, podpiskani bosib, like bosib qo'yasizlar, yanada ham yaxshi mashinalar qo'yib boramiz. Malibu Premierimiz sotuvga chiqdi.